Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizda Toshkent shahri hamda Moskva shahri yo'nalishlari bo'yicha avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Reyslarimiz bizda haftada 2 kun, seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan yo'lga chiqib ketadi. Bizda avtobusimizda siz uchun kerakli bo'lgan barcha qulay shart-sharoitlar mavjud. Masalan, ikkita mavsumga mo'ljallangan konditsionerlar, telefon uchun quvvatlagichlar hamda qulay o'rindiqlar mavjud. Asosiysi o'zingiz bilan 50 kilogramdan 60 kilogramgacha bo'lgan yuklarni olib ketish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari bizda barcha ijtimoiy tarmoqlarimiz ishlab turibdi. Ya'ni YouTube, Facebook, Instagram, Telegram kanallarimizga kirib, avtobuslarimizning sharoitlari bilan tanishib chiqish imkoniyatiga egasiz. Hamda o'z biletlaringizni onlayn xarid qilish imkoniyatiga ham egasiz. Biletlar soni cheklangan, shoshiling. Agar sizga biletlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.